Nechta tuxum ishlatyapsan? Bitta Bilasanmi, что qaynalikni tuxumga o'ydan qayda beradi? aynib qolgan qatiq, qaymoq, smetana, bitta tuxumni sarig'i, bir choy qoshiq razm bilan margarinni kroshka qilib, tuxumli massani solib, yaxshilab aralashtirib, xamir qoramiz. Xamirimiz o'tib pesochni bo'lishi uchun shu holatga kelish kerak. 15 minut xolodilnikda tindirib, yong'oq sepib, yong'oqning ustiga xamirni qo'yib, ikki yo tomondan yoyib, xuddi videoda ko'rsatilgandek ragalik keskandek kesib olamiz. Nachinkaskiy varyonniy sgushonka, yong'oq, ikkita chetini o'rayotganingizda bosib qo'yishingiz kerak. O'shanda unaqa ko'p varyonkasi chiqib ketmaydi. 180 gradus 25 minut duxovkaga jo'natamiz. To'xtang, yurechani bosib, yaqinda kelin bo'lgan tanishingizga videoni jo'natib qo'ying. Bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi. Bu men uchun katta motivatsiya. Oila a'zolaringiz bilan aynan Ahmad Tini kardamon choylari bilan iste'mol qilsangiz, bormi, qon bosimini ham tushirishda yordam beradi. Aytgancha, shu shkatulkani juda ko'pchilik so'raysizlar, qayerdan zakaz qilsak bo'ladi deb, Ahmad Tini ofitsial akkauntiga kirib, ularni botligisiga ulanib, xohlagan choylarni shunaqa zakaz berishingiz mumkin. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas, olinglar.